Xonanda Abdulla Qurbonov o'ziga uyushtirilgan suiqasd haqida gapirib berdi. Assalomu alaykum. Kanalimizni birinchi bor ko'rib turgan bo'lsangiz, obuna bo'lishni, videoga like bosishni, izohlarda esa o'z fikringizni yozib qoldirishni unutmang. Xonanda Abdulla Qurbonov suhbatlarining birida o'zi bilan sodir bo'lgan avtohalokat haqida gap ochdi, deb yozadi darakchi.uz. O'shanda u ukasi bilan avtohalokatga uchragan va buni atay uyushtirilgan holat deb e'tirof qildi. Erta tongda doimiy oilam uchun Ko'kcha bozoridan non qaymoq olib bir do'stimning sovg'a qilgan Nexia mashinasida ukam bilan uyga qaytayotganimizda ko'p qavatli uylar orasidan chiqqan Moskvich yo'limda turib oldi. To'qnashuvdan saqlanib, rulni burganimda mashinam dumalab ketdi. Moskvichda o'tirgan 4 yigitning hech biri yordam bermay ko'zdan g'oyib bo'lishgan. Uyushtirilgan bo'lmaganida ularga zarar yetkazmaslik maqsadida jonimizni xavfga qo'yganim uchun rahmat evaziga yordam berishi kerak emasmidi, deydi xonanda.